Nega odamzod Oyga uchishni to'xtatdi? Nima bo'ldi? Amerikaliklarni Oyning qoraygan qismida nima vahimaga soldi? Nega parvozlar birdaniga bekor qilindi? Oyga ilk qadam qo'ygan insonlar esa ommadan qochib, intervyu bermay qo'yishdi va Amerikaning uzoq burchaklariga yashirinib olishdi. Bizga aytishlaricha, bu super sir. Xalq bu haqda bilishi shart emas, ammo aslida bu super sir emas. Shunchaki ulkan yolg'on. Barchasi asosiy maqsaddan chalg'itish uchun, o'zga sayyoralar mavjudligini yashirish uchun. Bu yolg'on xuddi tosh devordek va haqiqatni bizdan 50 yildan beri berkitib kelishmoqda. AQShlik fazogirlar hech qachon Oyda bo'lmagan degan fikr ham mavjud. Apollon kemasining Oyga qo'nishi rejissyor Stanley Kubrick tomonidan Gollivud pavilyonida suratga olingan ham deyishadi. Ammo bu alohida mavzu. Yuriy Gagarinning parvozidan so'ng AQSh kosmik parvozlar bo'yicha SSSRdan o'zib ketishni istadi. NASA davlat tomonidan milliard dollarlar sarflangan loyihalar ishlab chiqqan. 1968-yil dekabrida Apollon 8 kemasi ekipaji Oy atrofida orbital parvozni amalga oshirdi. 1 yil o'tib, 1969-yil iyulida Apollon 11 kemasi ekipaji Oy sirtiga qadam bosgan ilk insonlar bo'lishdi. Amerikaliklarning Oyga ilk qo'nishidan so'ng hukumat Apollon 18, 19, 20 kemalarining yangi parvozlari haqida gapirdi. Barchasi tayyor edi. Ekipaj, texnika, raketalar, Oyga qo'nishning 100 xil modullari. Ammo to'satdan hukumat barcha dasturni bekor qildi. Hech kim hech narsani tushunmadi. Bunday qarorning sababi nima edi? Buni loyihaning qimmatligi bilan izohlashdi. Ammo ko'pchilik bir g'alati jihatni sezdi. Apollon loyihasi bo'yicha asosiy xarajatlar sarflab bo'lingandi. Raketa tashuvchi Saturn kemasi, Oy modullari, poligonlar, laboratoriyalar, tayyorlangan ekipajlar va nimadir NASAni jarayonni eng qiziq nuqtasida to'xtatishga majbur qildi. Xulosa qilish mumkinki, gap umuman pulda emas. Hukumatda shunday keskin sabablar bor ediki, u haqda churq etishmadi. Bu ko'proq qo'rquv yoki qochishga o'xshardi. Ammo loyihani rejaga ko'ra bekor qilishga emas, balki shunchaki sir saqlangandi. Parvozlar esa amalga oshirilgan. Fazogir William Rutledge matbuotni NASAning muzlatilgan parvozlari haqidagi so'zlari bilan karaxt qildi. U maxfiy loyihalarda ishtirok etgan. Uning aytishicha, Oyning orqa tarafida sigara shaklidagi ulkan obyekt topilgan bo'lib, uzunligi 5 kilometr va bir necha yuz yillardan beri buzilgan holatda yotgan. Bizning yonimizga kosmik mavjudotlar kelishdi. Biz halokatga uchragan kemalarni, ashyoviy dalil va tanalarni topdik. Shuningdek, NASAda Oyning qorong'i qismidagi piramidalar fotolari ham bor. Hukumatda barcha dalillar bor va ular ommadan haqiqatni yashirish uchun istalgan ishni amalga oshiradilar. 1968-yilda NASA Oydagi anomal holatlar haqida ma'lumotnoma chop etdi. Unda g'aroyib holatlar yuz bergan sana va vaqtlar yozib qo'yilgan va hozirgacha ilmiy asosini topmagan. G'oyib bo'luvchi, rangini o'zgartiruvchi gumbazsimon binolar, ark va ko'priklarni eslatuvchi inshootlar, harakatlanuvchi yorqin jismlar, yorqin gazsimon uchqunlar, devorlar, yo'llar, chuqurlar va boshqa anomal holatlar shular jumlasidan. Bu hujjatga tayanib, Apollon 11 ning qo'nish joyi bejiz tanlanmaganini taxmin qilish mumkin. Chunki Oyning bu qismi hech qachon tinch bo'lmagan. Parvozdan bir necha soat o'tib, fazogirlar kemani yorqin sharsimon jismlar ta'qib qilayotgani va Apollonning barcha manyovrlarini takrorlayotganini xabar qilishdi. Apollonning yonida noma'lum jism harakatlanyapti. Bu faqat bir narsa. Nush bo'lishi mumkin. Men allaqanday yorug'likni ko'rdim. U yulduzlar fonida uchar edi. Biz vahimaga tushmadik. O'sha yorqin jism bizni izimizdan uchardi. Yerdagilar uni Sovet kosmik torpedalari deb o'ylashdi va 3 kun davomida ekipajning portlab ketishini xavotir bilan kutishdi. Oyning qorong'i qismidan uchib o'tib, unga qo'ngunga qadar Armstrong instruksiyani unutib, mikrofonga to'g'ridan-to'g'ri baqirib yubordi. Kosmik kemalarni ko'ryapman. Ularning soni 20 tacha. Aloqa shu yerda uzildi.
Armstrongning gaplarini esa NASAdagilar qirqib tashlashdi. Oy sirtiga qo'ngach, Houstonga yana Armstrongdan xavotirli signal keldi. Bizdan yarim milcha uzoqlikda tank iziga o'xshash izlarga duch keldik. Shundan so'ng aloqa yana uzildi. Fazogirlar boshqa chastotaga o'tishdi va operatorning nima bo'lyapti, hammasi joyidami degan savoliga bu yerda kraterning u tarafida ulkan jismlar turibdi va bizni kuzatishyapti deb javob berishdi. Missiya direktori barchasini eshitib, boshqaruv punkti bilan aloqani uzishi mumkin edi. Nil ular shu yerda, ekvator atrofida va bizni kuzatishyapti dedi va buni keyinchalik Buzz Aldrin ham tasdiqladi. Fazogirlarni yerdan oygacha bo'lgan uchish davrida kuzatib kelishgan va birgalikda oyga qo'nib, oydagi ilk insonlarning qadamlarini o'z kemalaridan kuzatib turishgan. Albatta, biz efirda nojo'ya gapira olmasdik. Ey Houston, bu yerda yonimizda nimadir yuribdi. Biz uning nimaligini tushunmayapmiz. Nimaligini ayta olasizmi? Biz bunday deya olmasdik. Ovozimizni turli insonlar eshitishini bilardik-da. Kim bilsin, balki ular biz o'zga sayyoraliklar tufayli ortga qaytishimizni buyurishar. Shu sabab biz indamadik. Armstrong oy sathiga asabiylik daqiqalari o'tgach, qo'nishdan bir necha soat o'tib qadam qo'ydi. Bundan oldin u va Aldrin Collinsni mabodo ularga bir gap bo'lsa, darhol ortga, yerga qaytishini uqtirishgan. Neil Armstrong oy yuzasiga qadam qo'ydi va ushbu mashhur iborani aytdi. Bu inson uchun kichkina qadam va insoniyat uchun ulkan qadamdir. Edwin Aldrin Armstrongning chiqishini kinokamera bilan tashqari lyukdan tasvirga olgan. Oy sirti bo'ylab 100 metrcha yurib, astronavtlar 2,5 soatdan so'ng modulga qaytib uchib ketishdi va kosmik kema bilan to'qnash kelishdi. Bu filmni dunyodagi hech bir inson ko'rmagan, balki plyonkaga biz ko'rishimiz mumkin bo'lmagan nimadir tushib qolgandir. Keyinchalik odamlar astronavtlardan bu haqda so'rashganda, ular hazillashib javob berishgan. Neil Armstrong bir uchrashuvda aytgan: biz bu haqda gapirmaslikka so'z berganmiz. NASAning sobiq direktori Christopher Kraft Neil Armstrongning Houstondagi uchish markazi bilan qilgan aloqa radio yozuvini e'lon qilgan. Bu juda ulkan narsa. Yo'q. Bu sarob emas. Bunga shubha yo'q. Nima? Sizlarda nima bo'lyapti o'zi? Nima bo'ldi? Men bu yerda boshqa kosmik kemalar bor deyapman. Ular kraterning narigi tarafida bir qator bo'lib joylashgan. Qaytaring. Mening qo'llarim qaltirayapti. Hech narsa qila olmayapman. Bu kameralar biror nimani ola olsa kerak. Nima unda? Biror nimani suratga olishning iloji bormi? Qo'limda ortiqcha plyonka yo'q. Begona kemadan otilgan 3 ta o'q plyonkani ishdan chiqardi. Nazorat o'rnating. Ular qarshingizdami? Nujdan birorta ovoz eshitilyaptimi? Ular shu yerda va bizni kuzatishyapti. Armstrong va Aldrin Nujdan o'zga sayyoraliklar tushganini o'z ko'zlari bilan ko'rishgandek. Qo'nish modulida mana bunday so'zlar yozilgan plakat bor edi. Bu yerda inson oyga ilk qadamini qo'ygan. 1969-yil iyul oyi. Biz insoniyat nomidan tinchlik bilan keldik. Hukumat oyda hech kim yo'qligini aytsa, unda bu so'zlar kimga atalgandi? Yana bir variant bor. Armstrong o'zga sayyoraliklar bilan gaplashgan. Ular yerliklar oyga boshqa uchib kelmasliklari kerakligini aytishgan. Uchrashuvlardan birida Armstrong ularning kemalari biznikidan ham kattaligi, ham texnologiyasi bo'yicha ustun deb aytgandi. Bizga bu joylar band ekanini anglatishdi. Shuningdek, NASA aloqa tizimi sobiq rahbari va Oy ekspeditsiyasi uchun ixtiro qilingan aloqa tizimi kashfiyotchilaridan biri Morris Shatlan Armstrongning krater yoqasidagi kosmik kemalar haqidagi gapini eshitganini tasdiqladi. Aldrin esa ular joylashgan nuqtadan uzoqroqda yorishib turgan alohida bloklarni ko'rganini aytgan. NASAdagilarning barchasi bu uchrashuv haqida biladi, ammo hech kim churq etmaydi. U shuningdek, Apollon va Gemini kemalari parvozini o'zga sayyoraliklar ba'zan uzoqdan, ba'zan juda yaqindan kuzatishganini ham aytgan. 1968-yil oyga ilk bor chiqqan Apollon 8 ekipajini uchish paytida ikkita disksimon jism kuzatib borgan va radio uzatgich to'lqinlarida noma'lum til ham eshitilgan. Ikkita yorqin jism Apollon 12 ni ham kuzatib borgan. Biri oldinda, biri ortda uchgan va ikkalasi ham
yorqin shu'la taratgan. Bu haqda darhol Yerga xabar qilishgan. Birozdan so'ng ularni do'st deb hisoblaymiz deyishgan. Oydagi o'zga sayyoraliklar haqidagi xabarning sir tutilishi ajablanarli emas. 1938-yil oktyabrida AQShda yuz bergan tahlikadan so'ng hukumat aholini o'zga sayyoraliklar haqidagi xabar bilan qo'rqitishni istamaydi. Radioda Gerbert Uellsning Dunyolar jangi romani o'qib eshittirilganda minglab insonlar marsliklar Yerga rostdan hujum qildi deb o'ylashgan. Ayrimlar shahardan qochib ketgan, boshqalar yerto'laga berkingan. Qolganlar esa istehkomlar qurib, o'zga sayyoraliklar hujumini qaytarishga tayyorlangan. Xullas, nima bo'lsa ham, bu haqiqatlar bizdan yashirilgan va bu haqiqatlar oydinlashishiga umid qilamiz. Va o'shanda bu haqiqatlar yanada ajoyib bo'ladi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va bizga obuna bo'ling.